Assalomu alaykum do'stlar, aziz obunachilar. Bugun biz yangi vijivani ochdik, chunki o'tgan vijivanamiz o'chib ketgani sababli. Va mayli, aka salomlashib qo'ying. Assalomu alaykum hammaga. Mayli bola o'chib ketibdi. Endi endi video qilamiz. Davay go. Faqat oq daraxtlar bor ekan. Juda aktiv ko'rmayapmiz bolalar. Aktiv ko'rsatishingiz kerak, shart va zarur. Bizga motivatsiya bo'ladi bu. Va yangi videolar ham tez chiqadi, xudo xolisa. Qo'yning ovozi eshitilyapti. O, yoningda molazilo. Tezroq yasagi men bulardan. Bo'ldi, bo'lmas. Tak, daraxt, maksimum yig'amiz. Unaqa ko'p daraxt qilib o'tirmaymiz. Jala ham shart emas. Keling aka, narsa yasab beraman sizga. Tezroq. Hop. Yoningda. Birinchi tapur tashi. Bo'ldi. Keling. Ne? Birinchi tapor tashiyman. Mana kirka. Mana. Bo'ldim? Men buni ham tashlab qo'yaveraman sizga ikkinchi kirkani. Yo'q keling. Hojim tur. Men kirka bekor o'zim yasaman-da. Mana. Mana bu ham kerak bo'lib qoladi. Go'shtni bera olmaysizmi menga? Ne? Menga tashlab qo'ying. Al. Ben daraxt ham tashlab qo'y. Bolalar maksimalni bizani поддержка qilinglar. Sizlarga zo'r kontentlar chiqarishdan to'xtamaymiz. Конечно. Farhod bilan video qildingmi? Yo'q, hali qilmadim. Xudo xolisa qilamiz deyaptilar, lekin hali aniq yangilik yo'q. Vaqt bo'lmayapti. Vaqti bo'lmayapti ekan. Inshaalloh yaqin orada bo'lib qoladi. 30 ta daraxt qilib olay. Keyin bo'ldi, ketamiz. Oldim go'shtlarni. 3 ta go'sht, 3 ta steak bor. Bo'ldi, sekin ketsak ham bo'ladi, tosh qidiraylik. Ketdi. Hozir 20 ta qo'ylik. Ketdi. O mana tosh. Qo'y. Ana bitta cho'chqa ham bor ekan. Mana tosh. Aka, tosh anaqa qiling. Olaman bitta. Siz kirkingiz bormi mana tosh? Qattasan? Mana. Tosh olay mana shu. Keyin menga bersiz, narsalar yasab beraman. Shu chiqargan, oho, ancha ko'p chiqadigan bu qopti. Tashlorsiz kirka, tapor, keyin Nechta yetadi? 20 ta 30 ta bo'la qolsin, keyin o'ziga yana choparsiz keyin. Men oldim bitta tosh. Işte ko'mirlar bo'lishi kerak. Qo'ch-ey. Men ham chopishga anaqa qilmanda, yordam beraman. Nechta bo'ldi toshingiz? 18 ta. 18 ta. Beravering unda. Ana 20 ta bo'ldi, 27. Tak, men bu sanga. Qo'y terisi ham bor. Bunda suv yoqtiramiz buni. Sizga nima, kirka bilan tapormi? Kirka, tapor, qilich. Qilichga nima bor? Bo'pti. Tak, mana kirka, taporingizni ham beraman. Tak, mana tapor. Mana. Hazırla sanga yana. Daraxtmi? Tosh. Yaxshi. Olaning. Hozir men o'zimga ham narsa yasab olay. Men o'zimga kirka kerak emas.
tapirib sog'olish bo'ldi. Tosh qazosimi? Ha, tikma qilib ketdi ekan. Bizga ko'mir kerak. Mana shu ko'mir bormikin? O, bu yoqqa keling aka, ko'mir bor. Da, bor. Borsan verstakini olib kel. Men verstak olganman. Olganmisan? Mana. Bor dedim, uka. Ha, bu g'ish ekan. Bo'ldim. To'xta. Bormi hali? Pastdan bormi? Bo'ldi, xomas. Bo'ldimi? Mana yetdi. O, sigir. Anita mol. Oldimmi? Olmanmi? Sal qoldi. O'ynashib yuradimi? Bitta dona steak, ham jukam suqum bu. Bilmadim. Yaxshi ovqat yemagan bo'lsa kerak-da. Shuncha ovqat. Menimcha, avonatda ko'mir bor. Ko'mirlar koniga keldingmi deyman-da. Men tunchsam jonim ketadi-yu. Men nechun? Ko'mirmi? Yo. Mana shunday ko'zing tegida ko'mir ko'rmabsan. Qani? Ha, u qo'yla. Shuni o'ldirib turur. Tak, bitta kravat bor o'zi. Bitta kravat bor. Sekin pechga yasayman unda. Xo'p, verstak qo'yaman. Pakila hisob tashur kechqurun birdaniga tushib qolsa qiynalib qolmaymiz. Bo'ldi. Ovqat. Fakil. Yasab qo'ydim fakil. Hozircha daraxt bor azizlar. Seriozni. Yaxshi. Voy. Ha, qor bor ekan. Kirmagan yaxshi lekin yo'q. O, yana qo'y. Yaxshi. Mana qilsa bo'larga. Bitta steak yeb olaman hozir. Meni ham qornim ochdi. Mana bitta steak bor kerak. Yeb olasiz. Chiqing. Ha, sabr qil aka. O, yana qo'ymabdi. Xudo xolisa biz bemalol uxla olamiz deb bu joyda. Yana bitta kerak bo'pti. Mana bitta qo'y kerak. O, mamta mol. Ovqatdan problema yo'q xullas. Ovqatdan problema yo'q. Steak kerak. O, anita pechkada turibdi. Anta tovuq bor. Voy, men mollarni qaranglar. Voy. Uzoq ketib qolmay faqat. Hop. Mana steak bor. Keling, olib keting. Hojim turam bilan o'ldirib olaylik. Qurbonlik qo'yaylik. Qaqqa qochasini. Yangi narsalar qo'shilib ketibdi. Keling, bitta steak bor aka, yeb olasiz. Voy. Maza bo'ldi. Qo'y kechqurun tushyapti azizlar. Kechqurun tushyaptim. Bo'ldi. Katta qolamiz. Bilmadim. Akam shunda oboraymanmi pechkani. Kechqurun tushyotgan ekan. Bittagina qo'y kerak bizga. Bo'ldi, shu bilan uxlasak bo'ladi men bilan. Yuring, ketdi qidiraylik qo'y. Ana qo'y, ayo tovuq ekan. O'ldirib olaylik. Bu ham tovuq. Xavfli bo'ladi.
Qo'yim desam shu daraxt ekan. Bo'ldi, yaxshi. Qo'y yo'q, yana bitta qo'y kerak, yana bitta qo'y bo'lsa bo'ldi. Qo'y kerak aka, qo'y kerak. Qo'y ko'rinmayapti lekin. Siz уже qazordingizmi? Давай, tezroq. Hazilo, tezroq. Bo'ldi, ketaman. Fakil yasab olgansana? Da, yasaganman. Tezroq bo'l. Qanisiz o'zi? Mana. Tur, fakil qo'y. Qo'yamiz. Bo'ldi. Olib yopib qo'ying. Oldi yopdim. O'zi chiqishdi zombilar. Bitta dona kerak edi. Mayerda topamiz. Maksimal like bosing, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Senga beradigan narsalarim bor. Qirol tuti, ko'mir, Oho. pechka, 4 ta stek, 2 ta tovuq, 2 ta koja. Ko'chadan o'zi kiyim yasasam bo'lar ekan menimcha. Bosh kiyim yasasammi ekan yoki oyoq kiyimmi? Bosh kiyim yasa. O'zim uchun anaqa qilaman. Bo'ldi, menda turibdi ekan. Boshim yaxshi tushdimi qara? Ha, iyman shu. O'zida tursin ovqat, toshmi? Xo'sh bo'lsa yaxshi. Menga 3 ta dona tak, 3 ta dona, 2 ta dona kirkra yasa, ko'proq fakil. Hozir ortiqcha narsamni qo'yib olay. Sizga yana fakil berib turaman, keling. Ha. Mana. U kerak emas menga aka. Bu. Mana ustunda hisob qo'ysangiz bo'ladi. Sizga yana nechta anaqa beray? 2 ta kirkra. Tak. Mana. Namchi kam fakil. Fakil hozir yasab beraman. Keling. Mana. Ha, bo'ladi. Endi pechka mana. Hamma ovqatlarni men bu yerga solib qo'yaman. Ovqatdan hozircha problema yo'q. G'or ekan bu yoq. G'ormi o'zi yana? Oho. Ko'p joydan g'or chiqadi. Har bitta qazigan joydan. Nima ishda anaqa jon saqlab turamiz, ertalab bo'lishi bilan sirasi ketamiz bu yoqdan. Sizni qorningiz ochmasa? Yo'q. Qornim ochsam bor steykim. Ovqatlarni qo'yaman-da. Mana. Voy, tashladim. Tak. Qo'ydim. Yana pishdi. Qo'ydim. Uy quramiz, xudo xolasa. Bu mana shu ertalab bo'lsin. Uyni zo'r qurish kerak. Shu tosh, daraxtdan qursak bo'ladi. Mana endi steyklarni pishiraman. Hamma yog'or yotibdi. Qazibam bo'ldi. Qazigan joyda ham g'ormi? Давайте начнем qaziymiz.
Ovqatlarimizdan umuman problema yo'q. Aha. Daraxt resurslardan umuman problema yo'q. Faqat hozir bizga ertalab bo'lishi kerak bo'ldi. Temir topsak ham yaxshi bo'lardi lekin. Temir ham yo'q. Topsa problema qo'ygan o'z Minecraft. Qarori ertalab bo'lmadimi ekan? Fazla yoqqa tushib ketma faqat. Hos. Yo'q, hali emas. Qani nima? Yoqqa. O oxiriga bor va tushib ketma, chap tomoniga. Chap. Aha. Lavani ko'rding? Oho. Tushsa aniq o'lib ketamiz lekin. Lekin u yoqda resurslar ham zo'r bo'ladi-da. Конечно. Yo'q, musullarni solib ketavering. Tikam. Yo'q, bu sunduqqa emas. O'sha bitta joyga. Yo'q, polni ovqatli men buni ham olayman, oti nima edi shuni? Biratni nima turar ekan? Miyotmi? Anaqa oti nima edi? G'ish bor-ku, g'ish. Gulga o'xshaganmi? Yo'q. Ana bu narsa bor-ku, sunduqdagi. Ha. Olavering buni. Olmayman uni. Mana buni ham sindirib olsangiz yaxshi bo'lar ekan. Pechkani. Sindiring pechkani. Da, sindir. Vallah. Yo'q. Ertalab bo'lmadimi ekan? Yo'q. Qo'y topish kerak edi. Bitta qo'y bilan ancha narsa hal bo'lib ketardi hozir. Erstakka ham sindirib qo'y. Xohlaganicha ovqat olavering. 5 ta. Nechta bo'lish kerak? Nima? 5 ta. 6 ta, 2 ta krat yasash uchun 6 ta bo'lishi kerak. Yo'q. Xohlaganicha ovqat olavering. 7 ta qo'y go'shti, 4 ta steak, 3 ta svinniya go'shti, cho'chqa go'shti, 2 ta tovuq. Oho, varshi ko'p anaqa yuribdimi deyman-da, skidetlar. Ovozda ma'lumot. Ertalab bo'lish yozgincha qopti. Yo'q. Men sunduq sindiraman o'zi. Kira olidimi bu odam ular? Kira olsa kerak, bilmadim. Sekin chiqaveraylik. Yo'q. Sabr qil. Misha. Ketdi, davay. Bo'ldi o'zi. Mana buni qara. Bu temirli yana qiz bor ekan. Da. Uzr. Ha, urardim sizni. Qo'y. Qo'ymidi? Da, qo'y. Aytgan qo'y bor ekan. Da, yaxshi. Ketdi endi aka. Uy quramiz. Bir yaxshiroq joy topaylik, ish qilib. Yaxshiroq joy kerak. Ketdi. Qayerda ekan endi o'sha biz qidirayotgan joy? Bu yoq suv ekan. Bu boya kelgan joyimiz-ku. Boya kelgan joyimiz emas ekan. Boshqa joy ekan bu. Xullas, men Minecraftni yaxshi bilishim bo'yicha mana shu oq daraxtlar bor joydan
to'g'rimi chapga yoki to'g'riga yuraversa anaqa katta bir joy chiqadi, ani ochiq joy chiqadi deb eshitganman. Oyna, oyisi emas ekan. Bu oq, ani qora ekan. Nima ekan? Ko'mirladi. Ko'mirimiz bor. Enderman ko'ziga qaramay. Qayerda u? Yonimizda. O'ladimi u? Ha? O'ladimi quyochisi? Yo'q, o'lmaydi u. Ko'ziga qarasam o'ldirib tashlaydimi? Da, ko'ziga qaraysiz o'ldirib tashlaydi. Qayerdasan? O, mana. Shu yerdami? Siz qanisiz o'zingiz va yana yo'qolib qoldingizmi? Koordinating nechi? 209 73 28. 209 209 73 29. Hos. Siznikingizni ham ko'rmayapman lekin. 209. Men yaqinlashmadim 209 ga. 209 72. 209 dama. 72. 209 72 29. Mana. Siz 200 Yo. Naborot yurib ketyapsiz siz. Boricha oldingizga saqlab turing. Hech koordinatada siz. 200 minus 200. Ama bo'ldi ko'rdim. Ko'rdim kesan. Yuring. Abdan to'g'ri ochiq joyga chiqib ketamiz. Ketdi. Agar ochiq joy bo'lsa. Yo'q. Ishqilib bo'lsin-da ochiq joy uy qurishimizga yaxshi bo'ladi. Ochiq joyga o'xshamayapti lekin. U yoqda ham suv uji. Resurs ko'p joy lekin suv ekanda, to'rt tarafi ham. Haydaveramiz ham vodkada. Давай. Vodka яси. Yes. Siz hadismi? Hop. Vodka. Bo'ldi, yasadim, keling. Davay keling. Mana. O'tiraylik. O'tiraman buni. Bo'ldi. O'tirdingmi? Da o'tirdim, ketdi. Kalmarlarni qara suv tegdi. Nima edi u? Ursang vurlatib ketadi. Yo'q, delfinlar bor, har xil baliqlar bor, keyin bitta siqirt jonzot bor-da. Qanaqa jonzot? Короче, orqasida dumi bor-da, o'zi to'rtburchak. Bitta uradi, mazeza qochirib qo'yadi. Shunaqangi iplos anaqa hayvon bo'ladi u. Plyusga chiqib borsam yaxshi bo'lsa kerak. Plyusga? Ha. Bilmadim, haydab ko'ravering shu yoqqa. Toshbaqalar ham bor. Faqat toshbaqa bir xillari suvda yuradi, bir xillari cho'lli joyda yotadi. Qumda. Plyusga ham chiqib qoldi. O, pastda anaqa zo'r joy bor ekan, azaloqada. Suv teg chiroyli bo'ladi. Lekin nafas kerak-da, yo'q, nafas yaxshi bo'lsa. Qayerga boramiz? Quruqlik ham yo'qmi? Shu mana hayronman lekin. Quruqlik yo'qmi? Delfinlar qara. On tarafda quruqlik ko'ryapman. Yuringchi. Bitta yaxshi joyga o'xshatdi. Nimani ovozi? Delfin. Ham chap tarafdan bor. O yaxshi joyga o'xshatdi lekin. Давай tushing. Uzun. Sakkiz oyoqlarni ko'ryapman. Katta bo'lsa yaxshi bo'lardi. Lekin bu orolga o'xshatdi. O yaxshi joylari bor. Okay. Yo'q ekan lekin. Atak masjidga ham uy quraversa bo'ladi, qarang.
Unchalik katta joy emas, lekin normal to'g'rilasak bo'ladi. Nima dedingiz? Давай. Go'mi mashtiga quramizmi uy? Ha, давай. Davay, xo'p. Daraxtlarni sekin olib tashlaymiz. Ana hop kelaman, ko'mir. Temir. Temir? Ha, temir ko'rgandek bo'ldim. Bo'ldi. Xo'p. Ana endi bizlar hozir qiladigan ishimiz uyni sekin boshlaymiz. Mana bu narsasi xalaqit beryapti rosa. Temir topsa ancha yaxshi bo'lib ketardi deylagan. Bir harakat qilib ko'ring aka topishga. Bo'ldi. Shunaqangi kerak bo'lyapti lekin. Undan ko'p narsa qilsa bo'ladi-da. Bo'ldi, olib tashladim. Oho, ancha narsalar tushdi. Xo'p, uyimizning maketi qanaqa bo'lar ekan endi? Hozirchalikka 2 3 4 5 normalniy. Mana shundan bu yoqqacha mashgacha bo'ladi. 1 2 3 4 5 bo'ldi, okey. Endi bu yoqdan kecha bo'ladi. Masjidgacha bo'ladi. 1 2 3 4 5. Oy. Bir xilmi bular? Kelasi ish qilib bir xilga o'xshamayapti lekin. Jinnichi ko'mir, temir bor ekan. Jinnichi temir? Ha. Qanaqa u? Ana bor, yumaloq. Qishqisi bo'ladigan. Normalniy boyligi bor. Bilmadim. Orda borda endi normalniy boylik. 2 3 5. Da teng kelasi. Oltita bo'lib ketibdi-yu. Anda normalniy. Nima deysiz, pastini toshdan qilib, mana bu joylarni anaqa taxtadan qilib o'raymi? Ha. Bo'ldi. Daraxt ishlatordingmi? Dekoratsiya uchun. Gap yo'q. Ne orqa yurish knopkasi unchalik yaxshi bosilmayapti. Tak. Tezroq qurmasam bo'lmaydi bu uyga. Nega? Shunda подозрительный kech tushib qolishi mumkin. Mana shuni. Azalloh. Ha. Tezroq qurish kerak. Menga ber, mana bitirib tashlayman. Uxlaylik. Давай. Hozir bersak. Voy, billahi hali yasamaganmisan. Yasaganman bersak. Ikkita kravat
ko'rsadim. Menimcha bolalar videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa kerak. Albatta yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'lib, bu videoga like bosishni unutmanglar va kommentariyaga yana chiqsin deb yozib qoldirsangiz albatta chiqaramiz aka. Xayrlashib qo'ying. Xayr hammaga do'stlarim, bitta aktiv ko'rsatilsanglar, Xudo xolisa keyingi qismi zo'r bo'ladi, ko'proq bo'ladi, cho'tki bo'ladi. Shunday. Hammalarga xayr bo'ldi. Ko'rishguncha tugadi.